Assalomu alaykum. Yurtimiz va xorijda bo'layotgan muhim voqealar tafsiloti bilan efirda xabarlar. Studiyada Hurmatay Nurmatova. Avval bugungi dasturimizning qisqacha mazmuni bilan tanishib oling. Batkenda shifokorlarning 92% ish tashladi. Ularning talabi nima? Bishkekda 60 yoshdagi qo'riqchi ayovsiz kaltaklanib kasalxonaga tushdi. O'shdagi yo'l noziri o'z xizmatini suiiste'mol qildi. O'shga birinchi marta ekzotik jonivorlar olib kelindi. Qirg'iz gidromet markazi shoshilinch xabar tarqatdi. Unga ko'ra 4-5 noyabrda havoning harorati keskin o'zgarib, respublikaning ko'p hududlarida yomg'ir, tog'li rayonlarda qor yog'ishi kutilmoqda. 5 noyabrda kechasi va kunduzi kunning birinchi yarmida Chuy, Talas, Issiqko'l va Norin oblaslarida yomg'ir qorga aylanishi mumkin. Simlarga va daraxtlarga nam qor yopishib, baland tog'li hududlarda yo'llar muz va sirpanchiq bo'lishi mumkin. G'arbdan esgan shamolning tezligi ayrim rayonlarda soniyasiga 15-20 metrgacha yetishi ehtimoli bor. Batken oblast birlashgan kasalxonasining shifokorlari ishdan ketishi bo'yicha yozgan arizalarni qaytarib olishmadi. Umumiy 52 vrach bo'lsa, ularning 48 nafari ishdan ketish bo'yicha ariza yozishgan. Unda ishdan ketishni xohlagan kasalxona xodimlari o'z talablarini aytishdi. Ular arizada maoshning ozligi, ishlashga sharoiti yo'qligi, majburiy tibbiy muassasa va boshqa organlarning asossiz tekshiruvlarining ko'pligi kabi 10 dan ortiq sabablarni ko'rsatishgan. Batafsil navbatdagi lavhada. 30 oktyabrda shifokorlar hukumatning Botken oblastidagi muxtor vakilligining va oblast rahbarlarining ijtimoiy masalalar bo'yicha ish olib borgan o'rinbosari qabulida bo'lishdi. Kasalxonada ishlagan 52 nafar tibbiyot xodimlarining 48 tasi ishdan ketish bo'yicha ariza yozgan. Tushuntirish ishlari olib borilganiga qaramay, ular hamon arizalarni qaytarib olishmagan. Вот чин arizalarimiz barimiz полный коллектив. 48 52 vrach bo'lsa 48 jadval. Yetakchilik hozircha arizalarni imzolamadi. Muassasa yetakchisi ariza tushganini tasdiqlab, norozi xodimlar bilan so'zlashuvlar olib borilayotganini ma'lum qildi. Hozirgi uchur kichkina suylashuvlar жүрүп атат. Жакшы, kecha gubernatorga da kelib chiqdik, бүт tushuntiruv ishlarini жүргүздүк. Ministerstvoga aytdik, ministerstvoning өкүлү бул жерде координатор Арзу Курсаналиевич. Ошол менен бир нече чогулуштарды өткөрдүк. Чогулушта şu bütün emelerde biz çeşit turgan bizning dengelde çeşit turgan narsalarni aytdik. Hukumatning Botken oblastidagi muxtor vakili Akram Modumarov tibbiyot xodimlarini ommaviy ariza yozish orqali o'zlarini qiynagan muammolar haqida oshkor etish deydi. Oblast hukumati tomonidan ariza yozganlar bo'yicha maxsus komissiya tuzilib, shifokorlar imzolagan talablar borasida faoliyat olib borishadi. Eng negizgi masala bu shu atayin FOMS tarafından жүрүлүп жаткан текшерүүлөргө өздөрүнүн нараазычылыктарын билдирүү болуп чыкты. Бул боюнча биз мына Борбордогу медициналык камсыздандыруу фондунун төрайымы менен кечинде мына сүйлөштүк, бир пикирге келдик. Буюрса жакын күндөрү атайын жумушчу топ түзүлүп, чогуу биргеликте ушул маселеге мындайча айтканда көңүлдү коюп, бир qarasaq degan chechimga keldik. Botken oblast kasalxonasining rayon miqyosida qurilgan binosi hozirgi kun talablariga javob bermaydi degan shifokorlar. Bu bo'yicha yer ajratilib, qurilish ishlari keyingi yilga boshlanishini oblast hukumati ma'lum qildi. Hilol Ashurova, Asqar Baymuratov, Jirg'al Abdujalalo'g'li, Intimaq, Botken. Batkenda shifokorlarning noroziligiga bog'liq masala bugun parlamentda ham qo'zg'aldi. Unugu Progress fraksiyasi lideri Baqit To'rabayev Batken oblast kasalxonasida ishlagan xodimlarning 92% ishdan ketish haqida ariza yozganini aytib, ularning ko'targan masalalari respublikaning boshqa hududlarida ham bor ekanini ta'kidladi. Deputatning aytishicha, shifokorlar mazkur harakati bilan prezidentga, Jo'g'org'i kengashga, hukumatga bildirdi. Bu faqat Batkenda emas, barcha joyda bor. Sababi Sog'liqni saqlash ministrligi siyosatni aniq olib bormayotgan muammoni ichidan bilmasligida bo'lmoqda. O'sh shahrida yo'l noziri xizmatini suiiste'mol qilganlikda ayblanmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda inspektor haydovchini to'xtatib, uning haydovchilik guvohnomasini, texnik pasportini so'ragan lavha tarqadi. Unda haydovchi nima sababdan to'xtatdingiz degan savolga xodim reyd bo'layotganini, biroq shu haqdagi buyruqni ko'rsatmagan. Bu video ijtimoiy tarmoqlarga tarqalgandan so'ng haydovchilarning huquqi toptaldi degan fikrlar aytila boshladi. Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi.
Yo'lda ekan popni to'sib qo'ydingizmi? Ha, tekshiruvdim. Ular tekshirdim. Men bezdor dokumentga qo'yib shart. Bu video YouTube kanaliga 21 oktyabrda joylashtirilgan. Unda yo'l nazoratini xizmat qilish xodimi reyd bo'layotganini aytib, haydovchidan guvohnomasi va avtomashinasining texnik pasportini ko'rsatishni so'raydi. Biroq haydovchi reyd bo'yicha chiqqan qarorni talab qiladi. Yo, siz ne prичинамен to'sdingiz? Reyd bo'ldi dedi. Sen o'zingni qarmab suylayotganlar unchalik olmasın. Aka, qo'lingiz suylaylar, yaxshilab suylayver. Yo'q, sen nil olmasın. Yaxshilab suylayotganim kelib tanishtir. Yo, olingandan nega to'sotasiz ekan? Nega to'sotasiz? To'somda reyd bo'ldi. Deb o'zingizga mos ko'rinatanmi? Mayli, prikazingizni ko'rsating. Natijada yo'l harakatini nazorat qilish xodimi avtomashina kalitini olib qo'yadi. Mazkur voqea internetda e'lon qilingandan keyin shahar yo'l xavfsizligini nazorat qilish xodimi ustidan tergov ishlari boshlandi. İş-çarani tanishtirish kerak. Emne sebepten to'xtatdi, jöndan-jön to'xtatgan bo'lsa, ish-chara jurayotgan bo'lsa, ish-charaning negizinde to'sdim deb aytish kerak, to'xtatdim deb. Eğerde haydovchi o'shun surasa, o'sha ish-charani mildetli turda ko'rsatish kerak. Men o'shol qog'oz turda ko'rsatib, tanishtirib haydovchini. Чтобы haydovchi samimiy bo'lbash kerak-da, o'ylanib qalbash kerak. Что jo'q yerdan to'g'ri savol bilan men tekshirib debchi. O'shuni bardini to'g'ri yetkizsak, haydovchilar men tez ko'chlarning o'rtasida shunday kesishuvlar kelib chiqmaydi-da. Negizi. Hozirda biroq ko'rsatgan emas-ku. Hozirda hozir elektron ishlari yuryapti. U shahar yo'l harakatini nazorat qilish xizmatiga bir oyda eng kamida 3-4 fuqaro xodimlar ishidan norozi bo'lib shikoyat qilishadi. Tekshiruvlar natijasida qoidalarga amal qilmaganlar ham borligi aniqlanadi. Shu bilan birga Ichki ishlar ministrligi tomonidan qabul qilingan qarorga bo'ysunmagan xodimlar ham borligi yaqqol ko'zga tashlanadi. 1 yil ichida hozir tag'roq aytib kelsam, mana 9 oy ichida 14 xizmatkarimizga tartiblik jazoga tortilgan. Xizmat davolida turamas xizmat yurgizgan uchun tartibli jazoga tortilgan. Qonuniy tarzda faoliyat olib bormagan yo'l nazorat qilish xizmati ishidan ko'proq Azamat O'rmakeyev xabardor. Dastlab uni huquqlari poymol etilgan bo'lsa, keyin o'zga o'xshagan haydovchilar haqidagi videolarni internetda e'lon qila boshlagan. Тийиштүү документтерин зордоо эле алып алган учурлар болот. Анын аз келгенсип унаанын ачкычында алып алган учурлар болот. Андай учурлар көп эле кездешет. Бирок тилекке каршы алдагы көпчүлүк учурда жалпы журтка интернет аламына чыкпай келет. Себеп дегенде ошол эле кызматкерлердин кийлик ишүүсүнөн улам чыкпай калат да, ачык-ачык. Militsiya faxriysi Alimjon Cho'tbayevning so'zlariga ko'ra, bunday qilib haydovchilar o'z huquqlarini himoya qilish orqali yo'l nazorat organlari xodimlarini tartibga chaqirishadi. Haydovchi yo'l qoidalariga to'liq amal qilib, yo'l noziri bilan qonun doirasida faoliyat olib borganda tushunmovchiliklarni bartaraf etish mumkinligi ma'lum qilindi. O вежливом обращении с гражданами дегенде, haydovchilar менен дагы маданиятты түрдө kelip, özün tanıştırıp, men jol kagыл kızmatının monday inspektor bolom, familiyam monday bolot dep turup, jakşınakay süйлөшкөндө ушундай болбойт эле да. Анан кээбирчилер дем айдоочулар да чагып кетишет. Камерасын көтөрүп чыгып эле анан кийин гайны иштетпей эле тартып, кереги жок жерде эле тартып, гайнын кызматкерлерин да чындыгында эле алардын да укугун бузуп атат да. Ошондуктан бул эми эки эле адамдын өз ара болгон мамилеси болуп атат деп мен ойлоймун. Hurmatli haydovchilar, siz ham yo'l nozirining sababsiz to'xtatib, noto'g'ri munosabat qilgan vaqtda 39562 ishonch raqamiga yoki 102 ga qo'ng'iroq qilib masalani hal etib olishga huquqingiz bor. Hilola Ashurova, Nurjamol Barg'ibayeva, Beksulton Abiyev, Intimoq. Patrul militsiya davlat bilan fuqaroviy jamiyatni birgalikda bajargan muvaffaqiyatli loyihasi. Bu haqda Prezident Sooronbay Jeenbekov bugun 31 oktyabrda Bishkek shahar ichki ishlar bosh boshqarmasining yangi raqamli markaziga borgan vaqtda bildirdi. Prezident sinov loyihasini amalga oshirish yo'l xavfsizligini ta'minlagan militsiya xodimlariga nisbatan noroziliklarni hisobga olib sinov loyihasini amalga oshira boshlaganini ta'kidladi. Shuningdek, Prezident joriy yilning oxirigacha mazkur loyiha Bishkek shahrini qamrashini qo'shimcha qildi. Kelasi
yili O'sh shahrida va keyin o'lka bo'yicha amalga oshiriladi. Markaz jamoat xavfsizligini nazorat qiladi, shuningdek fuqarolarning bildiruvlariga tezkor ravishda javob berishni yaxshilash, fuqarolarning arizalarini va jinoyatlarni fosh qilishga yo'naltirilgan. Ta'kidlab o'tsak, grant hisobidan Bishkek shahrida yuzni taniy oladigan 20 videokamera o'rnatildi va bugungi kunda markaz jamoat joylarida ishlamoqda. Bishkekda 60 yoshdagi qo'riqchini 2 kishi kaltaklagan. Bu haqda jabrlangan Qanibek Bo'toqanovning yaqinlari aytishdi. Ma'lumotga ko'ra, jabrlanuvchi Janubiy magistral va Aytmatov prospekti kesilishdagi uyda qo'riqchi bo'lib ishlagan. Voqea 30-oktyabrga o'tar kechasi tungi soat 2:30lar atrofida Aytmatov prospekti bilan Masaliyev ko'chasining kesilishgan joyida ko'p qavatli uylarning birini hovlisida bo'lgan. Kadrda noma'lum kishi qo'riqchini yerga yotqizib tepkilayotganini ko'rish mumkin. Kaltaklanayotganini ko'rib qolgan uyning ma'muri ularni to'xtatib qolgan. Ular Lexus 470 mashinasiga chiqib ketib qolishgan. Jabrlanuvchi hozirda og'ir ahvolda kasalxonada, militsiya zo'ravonlarni qo'lga olmagan. Qirg'izistonda 64 sayt va 233 internet foydalanuvchi video kanallar sud qarori bilan taqiqlandi. Bu haqda Bosh prokuratura bildirdi. Ma'lumotga ko'ra, o'lkada ekstremizm bilan terrorizmga qarshi kurashni kuchaytirish bo'yicha xavfsizlik organlari bilan birga harakatlarni olib borishmoqda. Shu asosda bu yil Bosh prokuraturaga axborot materiallarini ekstremistik degan shikoyat bilan 19 ariza yuborilgan. Natijada ekstremizm va millatlararo nizoni qo'zg'ashga qarshi qonunni bajarish asosida 129 tekshiruv bo'lib, 278 ta qonunbuzarlik aniqlandi va 109 xodim distsiplinar javobgarlikka tortildi. Premier-ministr Muhammad Qalay Abulg'aziyev 2030-2020 yillar oralig'ida yoshlar siyosati konsepsiyasini amalga oshirish masalasi bo'yicha kengash o'tkazdi. Hukumat rahbari yoshlar davlatni rivojlantirishning strategik resursi, ular zo'r ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy va ilmiy daromadga ega ekanini, biroq siyosiy faoliyat bilan mashg'ul bo'lishning imkoni uncha yuqori emasligini ta'kidladi. Shuningdek, Premier-ministr yoshlarga ta'lim berishning umumiy ko'rsatkichlari kabi masalalar muhim bo'yicha qolayotganini aniqroq 37.8% ga yaqin yoshlar kasb, hunar litseylarida, kollejlarda bilim olishmayotganini, shu bilan birga kitob o'qimagan yoshlar ko'payganini aytdi. Bu bo'yicha muammolarni aytgan Premier-ministr mazkur konsepsiyani amalga oshirish bo'yicha harakatlar rejasini ishlab chiqishni topshirdi. U barcha davlat organlari, yoshlar liderlari va xalqaro hamkorlarning faol ishtirokida tayyorlanish kerakligini bildirdi. Qorako'lda mahalliy sudyaning sudyasi va ichki ishlar bo'limi xodimlari qo'lga olindi. Bu haqda Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasining korrupsiyaga qarshi kurashish xizmatidan bildirishdi. Ma'lumotga ko'ra, joriy yilning 1-oktyabrida Ichki ishlar ministrligiga fuqaro ariza bilan murojaat qilgan. U Qorako'l shahar sudining sudyasi bilan militsiya unga nisbatan qo'zg'algan jinoiy ishni ijobiy tomonga hal qilib beramiz deb 100 ming so'm pora talab qilganlarini aytgan. Shu bilan birga ozodlikdan mahrum qilishga bog'liq bo'lmagan ehtiyot chorasi uchun 30 ming so'm pul berganini aytgan. Ariza jinoyatlarning umumiy reyestriga ro'yxatga olindi. Qorako'l shahar ichki ishlar boshqarmasida ishlagan militsiya kapitani vositachi bo'lgani aniqlandi. Qorako'l shahrida o'tgan tezkor tergov harakatlari natijasida talab qilingan poraning 20 ming so'mini olishda Qorako'l shahar sudining va Qorako'l shahar ichki ishlar boshqarmasi rahbarining o'rinbosari militsiya kapitani qo'lga olingan. Hozirgi vaqtda Qirg'iziston Respublikasi Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi bosh tergov boshqarmasi tegishli tergov ishlari olib bormoqda. Jalolobodda o'tgan yil elektromobil yasagan usta davlat rahbariyatiga murojaatnoma yo'lladi. U elektromobilning kerakli ehtiyot qismlarini chet o'lkadan olib kelish qiyin bo'layotgani sababli boshqa bunday avtomashina yasay olmasligini aytgan. Agar hukumat Xitoyga viza olish va elektromobil yasovchi kichik zavod ochishga yordamlashsa, har yili yuzlagan elektr energiyasi bilan harakatlanuvchi mashina chiqarsa bo'ladi. Batafsil navbatdagi lavhada. Chiqimlar taqir 0 ga hisoblanayotganda, bir oyda 300 so'm, 400 so'm svet to'laymiz. O'tgan yili Jalolobod shahrida Matiz avtomashinasi yoqilg'i moyidan elektr energiyasiga o'tkazilgan. Uni almashtirish uchun mahalliy yashovchi Jumadil Mavliyanov $3,5 ming pul sarflagan. Ayni vaqtda mazkur avtomashinada kirakashlik qilmoqda. 1 yildan beri go'yuvchi benzin qo'yilak biz. 30 ming kilometrda yurib qo'ydik. O'sha boshtabqi minozlari hech o'zgargan yo'q. O'sha boshtabqida qanday bo'lsa,
Азыр ошол жүк салышыбызга, ылдам жүрүшүбүзгө карап, ошо 60 километрден 90 километрге чейин жүрөбүз бир заряд менен. Elektromobilni usta Ismoil Valiyev yasagan. Shundan keyin boshqalar ham iltimos qilishgan, biroq imkoni bo'lmagan uchun yasab bermagan. Sababi bungacha buyurtma qildirib olingan ehtiyot qismi nosoz bo'lib 70 ming so'm zarar ko'rgan. Shu sababli Xitoyga o'zi borib zarur ehtiyot qismlarini sotib olish ustida o'ylanmoqda, biroq viza masalasi bunga to'sqinlik qilyapti. Viza jasab mana bir kerak yergacha yetib boradigan qilib bergilar deb so'ranyapmiz. Shu Kitayga borish kerak. Birinchi yo'li Kitayga ochib berish kerak ular. Ikkinchi yo'li mana Koreyada bu ishni zapchastlarida arzon olib kelsa bo'ladi. Hukumatdan odamday bir osonlik bilan bir zavodlarga kiratirgan qilib bersa bizga, shart jaratib bersa, o'sha bilan bizga bir elga foydamiz tegadi bizga. Ustaning so'zlariga ko'ra, elektromobilni 4 soat quvvat oldirib, 120 chaqirim yo'lni bosib o'tish mumkin. Buning uchun atiga 10 so'mlik elektr energiyasi kerak bo'ladi. Agar hukumat qo'llab-quvvatlab avtomashinalarni elektr energiyasi bilan quvvat oldirishga o'tkazadigan zavod ochsa, nafaqat Qirg'izistonni, balki Markaziy Osiyoni ham bu kabi mashinalar bilan ta'minlash mumkin. Narxi ham 5-6 ming dollar atrofida bo'ladi. Mana O'zbekistondan tayyor kuzovlarni olib, jang kuzovlarni mana Spark'ni, Matiz'ni jasab bergilar deb bir ayna bir 100 shtuk jasab bergan. Xitoydan bu tetiklarni olamiz, motor, akkumulyatorlarni qo'yib Qozog'istonga sotsa bo'ladi, o'zimizga agar nima bo'lmasa, O'zbekiston o'ziga da qayra sotsa bo'ladi, sapotli mashina bo'ladi. Qirg'izistonga xorijdan keltirilgan elektromobillarga bojxona to'lovi olinmaydi. Shunday bo'lsa ham avtomobil bozorlarida bunday turdagi avtomashinalarni uchratish qiyin. Bo'lgan chog'da ham ularning narxi juda qimmat. Ta'kidlab o'tsak, Qirg'izistonda elektromobillarni quvvatlaydigan markazlar yo'q. O'sh shahrida birinchi marta ekzotik jonivorlarning ko'chma hayvonot bog'i ochildi. Unda Braziliya va Rossiya hududlaridan turli jonivorlarning 30 ga yaqin turini uchratish mumkin. Bu tashabbusni 22 yoshdagi tadbirkor qo'lga olib, shahar yashovchilariga yoqimli kayfiyat bag'ishlashni niyat qilgan. Ko'chma hayvonot bog'i bilan navbatdagi lavhada tanishasiz. O'sh shahrida vaqtincha ochilgan ko'chma hayvonot bog'i shahar yashovchilari uchun yangilik bo'ldi. Sababi ular bu vaqtgacha ko'rmagan jonivorlarni mana shu yerda ko'rishmoqda. Bu yerda Osiyo va Yevropa hududlaridan olib kelingan jonivorlar bor. Men shu baldarimni ko'rsatgan olib kelmadi. Jonivorning dunyosini ayoy yaxshi ekan, biz ko'rlik jonivorlarda bor ekan. Kelingizlar, ko'ringizlar, shu sharq ochilgan ayoy yaxshi bo'libdir. Kelib ko'rib ketsangizlar bo'ladi. Ayoy yaxshi, baldarim suyunib kichkina bo'lib qolishdi. O'zgacha sizga qaysi jonivor yoqdi shu? O'zgacha mana jonivor yaxshi ekan. Ko'chma hayvonot bog'ini olib kelish tashabbusini 22 yoshdagi yosh tadbirkor Tilek Do'stunbekov qo'lga olgan. U bu vaqtgacha Qozog'iston va Rossiya hududlarida mana shunday tadbirlarni o'tkazgan. Shu sababli yashovchilarga xush kayfiyat bag'ishlash maqsadida ko'chma hayvonot bog'ini olib keldi. Biz Rossiya Federatsiyasidan keldik. Rossiya Federatsiyasында атайын jonivorlarni cho'g'iltiruvchi joy bor. O'sha жактан бұл jonivorlarni kontrakt tuzib bardыгын ушул jonivorlarga жооп беребиз деп атайын жаш жеткинчектер үчүн кругозоруна баягы жакшы таасир этиш үчүн чогултуп алып келинди. Zooparkka kelgan tomoshabinlar o'zlari istagan jonivorlarni qo'llarida ushlab rasmga tushishadi. Shuning uchun jonivorlar toza bo'lishi lozim. Odamlarga kasallik yuqmasligi uchun har birini 4 oyda bir marta emlovdan o'tkazishadi. Shuning uchun kelgan mehmonlar xavotirlanmay, ularni ushlab suratga tushishlari uchun sharoitlar yaratilgan. Ошол Ош шаарында жакшы зоопарк ачылыптыр. Биз буга чейин жаныбарларды сырттан клетканын ичинен гана көрүп келсек, бул жолкусунда аларды кармап, кол менен көрүп, керек болсо сүрөткө түшкөнгө да мүмкүнчүлүк ачылыптыр. Бул эң жакшы. Bu yerga shahar yashovchilari tushki soat 11 dan kechki soat 20largacha kelishlari mumkin. Bu orada ekzotik jonivorlarning ko'pchiligi sabzavotlar bilan ovqatlanishadi. Ko'chma hayvonot bog'i dekabr oyigacha O'sh shahrida bo'ladi. Keyingi safarlarni Qirg'izistonning turli burchlarida davom ettirmoqchi. Kattalar uchun kirish haqqi 100 so'm bo'lsa, 3 yoshgacha bo'lgan bolalarga bepul xizmat ko'rsatiladi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalar mana shulardan iborat. Shu va boshqa xabarlarni bizni intimaq.kj saytimiz orqali ham ko'rishingiz mumkin. Tuningiz osuda o'tsin, xayr omon bo'ling.